qiladigan tayyorgarlikni qilib bo'ldik. Jangga 8-9 kun qoldi. Hozir eng qiyin etap keldi bizga dieta. То есть 9 kilo 10 kilo tashlashimiz kerak biz. Hozir примерно 5 kilo qoldi. Tam kuniga 5-6 tuxum yeb, 2 apelsin yeb, 2 mahal trafika qilish juda qiyin. Bo'y tayyorgarlik u qiyin narsa короче. Bugun просто lab urib, lегкий razmik qilib uyga ketamiz.